Oya. Endiki Leyli vatandaş. Avval Çislan etaylı. Bugün Çislan 2024 yıl 2. ayının 22. gün haftalık Perşembe vatandaş. Endi qaraymiz ki, bunda bir mavzuga diqqat qiling. Mutaxassislar Jungo Tayvan bilan bo'lgan dengiz ishlar talash tortishlarda hozirgi holatni o'zgartib, yangi liniya qurishga urinyapti. Tayvan xalqaro qo'llashga erishish lozim. Xalqaro qo'llashga erishish lozim. Bu shu gapni vaziyat ag'irjuma vatandosh. Mavzuda xabar 2. ayning 22. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington o'tgan haftadan boshlab Jungo bilan Tayvan o'rtasida dengiz ustida bir qator talash tortishlar yuz berdi. Az so'zlab o'tdik. Masalan, Carter cho'kib ketdi, 2 odam o'ldi. Onun buyruq verdi, keyninga qayt dedi. Qaytmadi. Arqadan Tayvanning yo'lovchi paraxodlariga Jungoning dengiz soqchilari tekshirish chiqdi. Yo'lovchilar yoki sayohatchilar dedi ki, biz Tayvanga qaytalmaymiz dedi. Amaliyotda go'raga oldi degan gap, hozir go'ra degan gap eg'izga chiqmadi. Faqat Tayvanlik sayohatchilarning bir eg'iz gapi, biz endi Tayvanga qaytalmaymiz degan gapi vatandoshlar. Shuning bilan bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari tungi sizlarga yetkazdik bayonot e'lon qilib, Jungo hukumatining o'zini tutib olishini umid qilamiz. Shundaqla Jungo hukumati Tayvan bilan suhbat qurishi kerak dedi. Bu jiddiy vaziyatning o'rilishidan Amerika Qo'shma Shtatlari saqlanmoqchi bo'ldi. Tayvan xalqaro jamiyatga murojaat qilib, atrofidagi o'xshash qismatga yo'liqqan davlatlar bilan o'rtaq harakat qo'llanib, taqobil turish yoki Jungo taqobil turish kerak. Shuning bilan Jungoning texmi ilgirlab kelishini cheklashi kerak. Ambiya taqobil turish o'xshash davlatlar Tayvandan boshqa bu atrofdagi davlatlarga, masalan, Filippin, Vyetnam qatorliq davlatlarga, hatto Iroqga, Avstraliyaga Jungo qanday muomala qilyapti? O'xshash, bularning taqdiri o'xshash. Hatto Yaponiya ham shuning ichida vatandosh. Mushular bilan birlashib Tayvan xalqaro jamiyatga murojaat qilish kerak. Ko'rdingizmi? Tayvan xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishish kerak. Mana shu gapni hozir men sizga dedim. Vaziyat eg'ir turyapti dedim. Kime? Carter dedikmi? Carter keldi. Bu ishda yo'q. Bu kimning ismi yo'q. Bu kimning guvohnomasi yo'q. Portda to'xtash, ketish, to'xtash, chiqish ruxsat qog'ozi yo'q. Ya'ni Carter Tayvanning Jinmen orasidagi cheklangan rayonga kirdi. Onun kirgan yeri mi? Odatdagi dengiz sohili yoki Jinmen atrofida qatnasi bo'ladigan, kelisi bo'ladigan, ketisi bo'ladigan soha emas, balki Tayvan tarafning territoriyasi deb atalgan bir chegara, ya'ni cheklangan rayonga Jungoning Carteri büskürdü yuqori Carter. Mush o'tgan hafta deyli. Tayvan dengiz qatnash xodimlari tekshirishni rad qilib, kaçışqa uğrunğanda Carter örilib ketdi. Masalan, Tayvan keldi, tekshirman dedi, sen kim dedi, qochdi. Qochdi, qochdi, tuyuqsiz örilib ketdi. Endi hozir Markaziy xalq televiziya stansiyasida shu Carterga chiqib, dengizga cho'kmay saqqalga cho'kib ketib, saqqalga 2 odamni so'ziltiyotdi. Buning o'zi bir ahvol bo'lib o'ttirg'i chiqyotdi. Ondan Tayvan Jungoni tanqid qildi, Jungo Tayvanni tanqid qildi. Shaman Jinmen atrofi dengizi cheklangan rayon yo'q. Buni Jungo aytibotdi. Jungo dengiz soqchilari ham 2. ayning 18. kunidan boshlab hozir Shamanni qo'shib Jinmen atrofida mush voqeadan keyin o'tgan nima degan to'q doimiylashtirish, chorlashni, nazorat qilishni, dengizni yurishtirishni, dengiz soqchilarining harakat qilishini doimiylashtirib, doimiy kunlik tartibga, kunlik ish tartibiga aylantirdi. Shu 3 kun ichida
Demek bunun içinde Cinmen'in çigra rayını çektengen rayını var. Tayvan taraftan hazır Cungo bulağın pisent kılmay bu harekatın yolu koydu vatandaş. Heptinden birinci günü Cungo deniz sağsı 30 nefer sağçı oturgan. Yolu açıla oturgan parkuduk çıktı dedik, bu ketti. Bu ne? Tayvan emeldarları mı, Tayvan yokur dercilik emeldarları mı tenkit kıldıkin, tenkit kılış eliki prezident dercilik, Taşkı İşler Ministeri derci götürülmey, yokur dercilik emeldarının tenkitisi uçurdu. O saray. Devlet bir hatarlığı meselesi Jack Sullivan ende tiz. Başta ettik, tiz inkas kaytırış. Amerika bu vakaya tiz inkas kaytırış usulunu kullandı. Tor betlerini muhakim kıptı, bu doğruda vatandaş. Nim depti desiniz, bu vakaya Amerika acep tiz inkas kaytırdı ya. Diye sualımız çıktı bana, Jack Sullivan bunda görsetti. Men konkret vakaya baha vermeymen. Parkot çıkıp tekşürüş, katırının çük gitişi, ülüp gitişi, men bu doğru toxtalmayman, mənisi, men bu doğru toxtalmayman, baha vermeymen. Tayvan buğuzunun muqimliğini qoğdaş, Amerika'nın enek meydanı, men bu şu noktunu ta'kidleymen. Enek meydanı. Biz her kandak bir taraftan, meyli Tayvan taraftan, meyli Cungo taraftan, Tayvan buğuzuda muqimlik ve tenişlikka təsir görürsüdüğün buzgunçuluk hareketlerini elip bir işe karıştırmış. Ahırın nemididenden, ondaqtı biz caranlık ve uçar tarqatqan bolumuz. Ben bu gepni qılıvatıman silaga, meyli Tayvan taraf, meyli Cungo taraf, caranlık. Bir uçur ne? Silaga tarqatqan bolumuz. Devlet Mahkemesi bayanatçısı Madde Miller onun kendini bunda köset. Washington, Beijing'in hareketiga yakından diqqat qilyapti. Beijing o'zini tutib olib, Tayvan taraf bilan ahamiyatli suhbat elib berishi lozim. Jack Sullivan'ning tashabbusi emas, biz jaranglik uçur bilan sizga javob qilyapmiz. Madde Miller nim dedi, ikki taraf suhbatga o'tirish, ya'ni muqimlikni keltirish kerak. Bu ishlarning hammasi Maşa iki gün içi Tayvan içinde 100 bəgən işler vatandaşlar. Endi biz tüvendi siləgə endi Amerika partiya guruhlardan alqan Tayvanni ziyaret qilish vakillar ümigi Cungo agar Tayvan hücum qiladigan bo'lsa, cho'qim mag'lub bo'ldi deb ko'rsatdi mavzuda xabar. Bu to'g'rida to'xtalamiz vatandaş.